Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hafta davomidagi ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. O'zbekistonda 10-16 mart kunlari ob-havo qanday bo'ladi? O'zbekistonda bahorning ikkinchi haftasi iliq bo'lishi kutilyapti. Xususan, hafta o'rtasi va dam olish kunlari janubiy viloyatlar va cho'llarda havo harorati +24 darajagacha ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. Ayni vaqtda bu hafta respublika bo'ylab deyarli yog'ingarchiliksiz quruq o'tadi. O'zbekistonda joriy hafta davomida harorati mamlakatning aksariyat qismida shu davrga xos iqlimiy me'yor atrofida bo'ladi. Tog'lar va ayrim kunlar Surxondaryo viloyatidagi vaziyatni hisobga olmasa, respublika bo'ylab yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati hafta bo'yi asta ko'tarilib borish tamoyiliga ega. Umuman olganda, bu hafta respublikaga quruq va iliq havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. Havo harorati nafaqat kunduzi, balki tunda ham ko'tarilib boradi. Xususan, hafta o'rtalarida shimoliy hududlarda ham tungi minimumlar 0 dan biroz ko'tariladi. Shunday bo'lsa-da, jumladan O'zbekistonning katta qismida kunduzi harorat +20 darajagacha ko'tarilishiga qaramay, joriy ob-havo ko'plab joylarga yerga urug' ekish uchun qulay muhitni taqdim etmaydi. Ammo janubda yer urug' qadash uchun tayyor holga kela boshlagan. Bodomlar qiyg'os gullaydi. Joriy hafta boshida gaz quvurlarida bosimning keskin ko'tarilishi yuz beradi. Metan zapravkalar faoliyati biroz barqarorlashadi, ammo faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida emas. Vodiyni gaz bilan ta'minlovchi asosiy gaz quvuri Qamchiq dovoni orqali o'tgan bo'lib, bu yerda havo harorati shu davrga xos me'yordan past, ya'ni sovuq bo'ladi. 10 mart kuni respublikaning tog'li va Surxondaryo viloyati hududlaridan tashqari joylarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Surxondaryo viloyati kechga tomon hamda tongda biroz yomg'ir yog'ib o'tsa, tog'larda yomg'ir yog'ish prognoz qilinmoqda.